xorlanğan Uyg'urning kelajaklari. Bu bir sin yoki surat emas. Bu bir reallik. Vatanni sevgilimiz turolmayotgan har bir qalb uchun yurakni laxti qiladigan zahar reallik. Bu zaharning meni nimishga o'ltirolmayotganligini bilmayman. Bu zaharni kunda yutib, yana qandoqsiga tik turib yashayotganligimdan hayronman. Bu ko'cha ana vatanim Sharqi Turkistonning Uyg'ur tuproqlarining bir yetim ko'chasi. Bu qon zardab ichida engrayotgan bir tuproqdagi oddiy bir ko'chadir. Zalim tajovuzchi maxluq Xitoy yezik tarafidan qisilib bir bulungda g'ayribsinib turgan ana tilimning yeziqlari bu yetimlikning yana bir guvochisi. 8-9 yoshlardagi bu o'g'il Uyg'urning o'g'li. Yo'q, u Uyg'urning kelgusi, kelajagi. Şu tajovuzchi maxluqning changilida, yumron holida notuvonligida, asorat ichida dahshatli do'zaxning kunini ko'rayotgan Uyg'urning kelajagi. Gözlerimden taram ekiyotgan yoshlarning tutulishga parvosi yo'q. Yuragimni qarmallab olgan dardning tasviri yo'q. Shu o'g'limga, to'g'risi kelajagimga hasrat nadomatda, cheksiz bir chorasizlikda yenishlab qarab ketdim. Qutulish umidida yo'lning rishatkisiga. Mening o'g'lim shu rezil tajovuzchi Xitoylar yasab qo'ygan qafasga chinga tesilib olgan. Echinishdagi qafasni to'rab turadigan aşu rishatkalar u qutulish uchun bor kuchi bilan tayinayotgan birdan-bir yo'lakka aylangan. Uning yenidik odam siyoqi maxluqning o'g'lim o kuchi yetmay hadab tepayotgan. Ah, palak. Bu qanday zulm, bu qanday xo'rliq. Yugurib berib, u maxluqni nerishtirib etib, sizni qutuldirib, "Qeching o'g'lim, keyningizga qaramay qeching" deb varqirg'im keldi. Bunun için beşimga ölüm kelsimi meylik. Hayatımga hiç his qilib bakmagan bir şadımanlıqda ölgen buladım. Siz için, sizden kelgüsünüz için ve hemimizden kelgüsü için ölgen buladım. Bu ölüm bunday bir ölüm. Mening hazırki çaresizlikka petip, nima qilishni bilmay yashayotgan hayotimdan nechasi ma'nilik buladı. Çünkü ana vatanimning yetim ko'chalari merdana, insoncha ham Uyg'urcha o'limlarga muhtoj edi. Shu o'limlarla bizning bu xo'rliqlarimizni paklalaydi. Sizlarga o'xshash Alloh bergan kelajaklarimiz bo'lsa, o'r ana vatanga muhtoj edi. Biz sizlarni qutuldiramidik o'g'lim. Biz sizlarga yuz kelolmaymiz. Sizlarni o'sha do'zaxda yashatganligimiz uchun qattiq ayblikmiz. Bilaman. Siz kabi sanoqsiz farzandlarimiz siz ko'rgan bu kunni, hatto uningdan meg'ir kunlarni yashayapsizlar. Ay madan o'g'il. Sizni inson qalbidan chiqqan shaklda xo'rlayotgan o'sha odamiy iblislar hargiz yaxshi oqibat ko'rmaydi. Ular cho'qim adolat tarafidan jazolanadi. Ular jazolanmay turib, bu dunyoning adolatining yana mavjud bo'lganligiga bu dunyo ishonmaydi. Men yashasam faqat o'sha adolat va umid ichida yashayman. Ben bir muhaciratda her günü, her saat vatanga talpingan, pasal kuchtirdan vatanning ahvolini hasrat nadomat so'raydigan bir Uyg'ur ona. G'aflatni o'zlariga qalqon qilib, to'q yuraklarcha, numussizlarcha va vijdonsizlarcha yashayotgan nasldoshlarimdan numus qilaman. Dunyo jamoat oldida shu dahshat zulmga qalqonligimizdan numus qilaman. Ammo Uyg'urlikka bo'lgan muhabbatim va umidim meni yana yoshitib. Ben için Uygur buluş asan emas. Her bir Uygur için bu hem şundaq. Uygurluk hazır bir kollektiv haqaretning, izilishning, çaresizlikning ve yo'qotilishning ma'nidosh so'ziga aylandi. Hazır Uygur bulup yashash g'oyat zo'r jasorat talab qiladi. Bir setilmas vijdonni talab qiladi. G'oyat zo'r burish tuyg'usini talab qiladi. O'zida mush fazilatlar borlarla o'zini Uygur deyishga haqlidir. Afsus, min afsus. Nesildoshlarim ve cemaatim içinde şundoq numusluq ve rezil işler var ki, xalqim tatiyotgan zulmning e'lonini chet elda ishlab qo'yib, bularni yoki shikoyatlarini kurash hisoblab o'zini Xitoy barisidagi Uyg'urning rahbari deb to'riga oldirgan. Ular xalqimning mislsiz og'uzorini o'zining obrazini parlatishga suiiste'mol qilguvchilardir. Yana boshqa Uyg'urlarni
Bugungi kunda vatandaşlarning ovozi bo'lishdan qochib, so'rin ko'ngil ichib yurdi. Ular öğür devletlerden nefsiga ve Xitoyga qul holatda jaholatning zanjir kishilarini o'zlari bog'lab yashayotdi. Manqurtlarcha o'milab, insonlikdan xoli bir qulluqda, ro'yi holatda, hatto vatandaşlardan da battar yashayotdi. Siz meni uyg'otdingiz o'g'lim. İçimdeki uyg'urlikni texnik kuchli uyg'otdingiz. Evlatlarımızın ne kadar qimmatli ekanligiga, kelgusimizin ne kadar iztirobga to'lganligiga va meni aldab kelayotgan ko'zlarimni etib olgan realliklarga uyg'otdingiz. Ulug' Allah sizni va sizdek milyonlarcha kelgusimizga yo'riq nurini abadiy qilsin. Bizning gunohlarimiz uchun sizlarni jazolamasin. Ulug' Allah bergan bizga hurlikni, ana vatandan olgan biz kimlikni. Vatan bizga shuncha arzonmi? Sit ve tuk saqlash uchun bu jonni. Qaldi ana kelajeklar do'zaxda. Qurmasmidoq gul bog'chilar evlatqa. Vatan degan jannat tursa bizlarga, ochmasmidoq jahannamni nejisqa. Nigarım yok, geceleri qara bastı, tumarım yok. Bu hayatın özge yana kumarım yok. Cimcitlikta xiyal ezdi, amalım yok. Cimcitlikta xiyal ezdi, amalım yok. Men kim idim, nima bo'ldim bilolmadim. 'Kimga deyman, 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 '